Toshkentda paytim oxirgi marta vesimni o'lchab ko'rganimda, vaznimni o'lchab ko'rganimda 70 kilodan ortiq chiqqan edi. Lekin men bu shuncha ovqat va har kuni shunaqa shohona ovqatlarni yeb, bilmadim, menimcha Toshkentga qaytsam bir 100 kilo bo'lib qaytsam kerak. Chuchvara edi. Hozir do'lma kelgan, men mantiga o'xshagan narsa kelgan. Men buncha ovqat, salatli. Organizm menga qarab, bo'ldi-da endi deyapti. Toshkentda paytim oxirgi marta vaznimni o'lchab ko'rganimda 70 kilodan ortiq chiqqan edi. Lekin men bu shuncha ovqat va har kuni shunaqa shohona ovqatlarni yeb, bilmadim, menimcha Toshkentga qaytsam bir 100 kilo bo'lib qaytsam kerak. Chuchvara edi. Hozir do'lma kelgan, men mantiga o'xshagan narsa kelgan. Men buncha ovqat, salatli. Organizm menga qarab, bo'ldi-da endi deyapti.